Men hech qachon o'zi kelgan klientni pul uchun aldab muolaja qilmayman. Kimlardadir erkaklarda ham, ayollarda ham juda ham qattiq stressga tushganda alopesiya boshlanadi, или nasliy nimadir bo'ladi. Buni baribir ham o'sha ichki, внутренний o'sha stress bo'lsa, neyropatolog bilan ishlab, o'sha joyiga kelib, o'sha umuman organizm joyiga kelib, tinchlanib, yaxshi lechение olgandan keyin bu o'zi avtomatik soch chiqib kelishni boshlaydi. Nasliy bo'lsa baribir naslga tortadi. Bu narsada men masalan, voy ke, mana bu narsa senga zo'r bo'ladi, mezoterapiyamiz bor yo ozon terapiyamiz bor, senga yaxshi yordam beradi deya olmayman. Lekin sizni sochingiz o'zi yaxshi, naslda ham hech qanaqa tepakalla bo'lmagan, lekin baribir ham qanaqadir vitamin yetishmayapti, sizni to'kilish boshlayapti. Bu holatda ayollarda ham, erkaklarda ham ozon terapiyalar juda ham zo'r to'xtatib beradi bitta-ikkitada. Undan keyin plazma lifting и mezoterapiyalar muolajalari oziqlantirib yangi sochlar chiqishini yordam beradi. Ishga ham vitamin beramiz. 100% sochlar zo'r bo'ladi. Men sizlarni sochinglarni o'sha 100% zo'r qilib beradigan holatda qaytarib bera olmayman, agar sizlar juda ham kechikib, juda ham to'kilib bo'lgandan keyin kelsanglar. Lekin vaqtida to'kilishi bilan to'xtatsanglar, bunda 100% sochinglar хотя бы o'sha oldingi holatida saqlanib qoladi.